oyisi sizga umumiy xulosa nima? Sizga vohma qilib aytilgan, erta tug'ib qo'yasiz degan belgilar yo'q hech qanday. Erta tug'ib qo'ymaysiz, xavotir olmang, chunki bachadoningizning bo'yni uzungina, yaxshi sirkometriyasi normal. Bachadonni yo'ldoshi qarib ketyapti deb aytishgan, bu ham sal vahima oshirib yuborishibdi. Birinchi stepingdan endi ikkiga o'tish bosqichida bu hali bolajonda muammo keltirib chiqaradigan darajada degani emas. Suvini ko'p deb aytishgan, lekin suvingiz ham normada. Sizni srokingiz uchun bu normalniy holat. Endi samый главный narsalarni upuskat qilingan, to есть sizda normada bo'lishi kerak, kindiqchasida ikkita arteriyasi, bitta venasi. Bular bolani normalniy ves olishi uchun, keyin to'laqonlik yetilishi uchun kerakli bo'lgan ikkita sosudda. Sizda esa bitta. Bu kam degani, bolajonda ves kichkinaroq bo'lib qolishi mumkin. Birinchisi